Tarbiyatun nafs silsila darsidan birodarlar zikr manzilati haqida suhbat qilamiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz, sengagina suyanamiz martabasida zikr manzilati. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera va sabbihuhu bukratan va asila. Alloh taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizga xitob qilib aytadi: "Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va erta yu kech u zotni poklab tasbih aytinglar." Mana shu oyat siz bilan bizga zikrni vojib qiladi, zikrni farz qiladi. Ulamolar aytishadi, insonning a'zolarini har bittasini o'zini alohida ibodati bor. Ko'zning ibodati harom narsalardan tiyilish. Ko'zning ibodati harom narsalardan tiyilish. Va bu borliqqa tafakkur qilgan holda osmon yerga nazar solishlik. Quloqning o'zining ibodati bor. Oyoq qo'lning o'zining ibodati bor. Qalbning ibodati birodarlar ixlos. Qalbning ibodati zikr. Mana shu a'zolarimiz bilan qiladigan hamma ibodatlarimizni ma'lum bir vaqti bor. Namozni o'qiydigan ma'lum vaqti bor. Ro'zani tutadigan ma'lum vaqti bor. Hajni, umrani qiladigan ma'lum vaqti bor. Vaqti o'lchovi bor. Demak, muayyan vaqtdagina qilinadigan ibodatlar. Zikr esa uni muayyan vaqti yo'q. Zikr qalb bilan, til bilan bo'ladi, uni muayyan aniq vaqti yo'q, vaqtincha emas. Va aqimis solata li zikri deydi Alloh taolo Qur'onda. Meni zikr qilish uchun namozni to'kis ado qil. Qarang, namozdan ko'zlangan maqsad Allohning zikri bo'lyapti yana. Zikr valiylikning eshigi. Allohning do'sti, valisi bo'lishini xohlagan banda zikrni o'ziga lozim tutishligi kerak bo'ladi. Kimda zikr bor bo'lsa, demak u Alloh bilan bog'lana oladi. Kimda zikr yo'q bo'lsa, Allohdan uziladi. Zikr, birodarlar, qalbning hayoti va quvvati. Zikr qilgan odamning qalbi tirik bo'ladi, hayot bo'ladi va quvvatli bo'ladi. Qachon mana shu qalb, til zikrdan uziladigan bo'lsa, jasad qabrga aylanib qoladi. Zikr yurtning obodligi. Siz bilan bizning xonadonimiz faqatgina Allohning zikri bilan obod bo'ladi. Zikr mo'minning quroli. Mana shu zikr degan quroli bilan mo'min o'zini nafsini yomonligi va shaytonni vasvasasiga qarshi kurashadi. Agar shu qurol yo'q bo'lsa, nafsi va shaytoniga qul bo'ladi. Zikr bilan Allohga bo'lgan shavq o'ti o'chiriladi. Zikr bilan qalblar davolanadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar, deyapti Alloh taolo. Eshitib qo'yinglar, bilib qo'yinglar, qalblar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Tushunarlimi? Dunyo matohi bilan, pul bilan, mansab bilan, obro' bilan, mashhurlik bilan xotirjam bo'lmaydi. Siz bilan biz yaratgan Parvardigorimiz aytayapti: ogoh bo'linglar, eshitib qo'yinglar, bilib olinglar, qalblar faqat Allohning zikr qilishligi bilan orom bo'ladi. Aniq bilaylik, zikr qalbning hayoti. Qalb faqat zikr bilan tirik bo'ladi. Uylarimizda ana shu derazalarimizda gullarni terib qo'yganmiz, tuvakka ekib. Suv quyib turasiz, chiroyli o'sib turadi. Suv quymasangiz nima bo'ladi? Quriydi, o'ladi. Birodarlar, qalb ham uni suvi bor. Qalb uni hayoti bor. Mana shu zikr qalbning suvi bo'ladi, hayoti bo'ladi. Agar inson zikr qilmay qo'yar ekan Allohni, qalb kasal bo'ladi, quriydi, o'ladi. Astagfirullah. Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan, qalblari Allohni zikr qilish bilan orom oladigan zotlardir. Mo'minlar iymon keltirgan va ularning qalblari Allohni zikr qilganda orom oladi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Hasan Basri mana ulug' tobiinlardan. U kishi aytadi: halovatni 3 ta narsada qidiringlar.
Mo'min odam mana shu 3 ta ishdan bittasida bo'lishligi kerak. Agar mana shu 3 ta ishdan bittasida bo'lar ekan, mo'min halovatda bo'ladi, qalbi oromda bo'ladi, sakinatda bo'ladi. Namozda, zikrda va Qur'on tilovatida. Agar deydi Hasan Basriy, zikrda, namozda, Qur'onda turib halovatni topsanglar, topdinglar, ammo namozda ham, zikrda ham, tilovatda ham uni topmasanglar, bilinglarki, sizlar uchun Allohning eshiklari yopiq ekan. Birodarlar, doim Allohni zikr qilib yuradigan odamni hayoti osuda, qalbi xotirjam, sakinatda ekanligiga hayron bo'lmanglar. Doim zikrda yurgan odamni hayoti, qalbi osoyishta ekanligidan hayron bo'lmanglar. Buning o'rniga g'ofil insonlar, Allohni zikr qilishdan g'ofil bo'lganlar qana qilib kun kechiryapti, shunga hayron bo'linglar. Inson gohida o'zi bilan Robbisining o'rtasida bir to'siq borligini his qiladi. Samo eshiklari go'yoki yopiqdek. Qur'on tilovat qiladi, hech narsani his qilmaydi. O'tirib zikr qiladi, hech narsani his qilmaydi. Qur'on tilovat qiladi, hech narsani his qilmaydi. Bu nima degani? Bu qanaqa holat? Bu samo eshiklari siz uchun yopiq degani. Nima sababdan yopiq o eshik, bilasizmi? Demak, amalda nuqson bor. Namoz o'qib ham, Qur'on o'qib ham, zikr qilib ham inson qalbini Allohga bog'langanligini his qilmadimi? Demak, bu inson hayotda bir chekkasida qolib ketgan inson ekan. Bunday odam uchun g'aflat ham, hushyorlik ham barobar ekan. O'zi aslida inson o'zini g'aflatda ekanligini his qilish uchun avval hushyor bo'lish qanaqa ekanligini his qilish kerak. Siz orom olib ko'rgan bo'lsangiz zikr bilan, Qur'on bilan, keyin shu narsadan uzilib qolganingizda nimadan mahrum bo'lganingizni bilasiz, chunki totib ko'rgansizda. Endi umuman bir marta ham Alloh bilan bog'lanib, qalbingizda sakinatni his qilmagan bo'lsangiz, doim g'aflatda bo'lgan bo'lsangiz, hushyorlikni, qalbni tirligini qayerdan tushunasiz? Qalbing uyg'onmi desa, ha deydi. Allohga bog'langanmi qalbing desa, ha deydi. Lekin aslida-chi? Inson Allohdan ajralib qolganligini his qilish uchun avval Allohga bog'lanib ko'rgan bo'lishligi kerak. Hasan Basriy aytayapti, halovatni 3 ta narsada istaylar. Birinchisi namozda, zikrda, Qur'on tilovatida. Mana do'ppini bu yerga qo'yib qo'yib o'ylanib ko'ring-da. Uyda Qur'on o'qiysiz. Yoki zikr aytasiz o'tirib. Yoki namozda turasiz. O'sha halovatni his qilganmisiz biror marta? Kecha shu yerda taravih o'qiyotgan akalarimizdan bittasi aytayapti, va shu keyingi 4 rakatda men shu narsani topdim deyapti. Uzildim dunyodan deydi. Salom bergandan keyin qaytdim bu yerga deydi. U xayoli bozorda qo'yiga, mashinasiga ketgan emas. Haqiqatan dunyodan uzilgan, mana halovat. Eslab ko'ring-da, shu narsa bo'lganmi? Qarang, shunaqa narsa bor, totib ko'rgansizmi? Yo'q, totmagansiz, demak muammo bor. Endi amalimizda nuqson bor. Sahoba-i kiromlar namoz o'qiganda dunyodan uzilishgan. Urva ibn Zubayr roziyallohu anhu oyog'ini kesish kerak bo'ladi, oqsoqol odamni. Eslaymiz-a shuni? Muskil iching deyshadi. Yana shu mas qiladigan narsaki, ozgina mana bu hislarni o'ldiradi. Narkozda o'rnida. Deganda ichmayman muskirni deydi. Kesoringlar. Chidamaysiz desa to'xtanglar, men zikrda boshlayman deydi. Zikrga kiradi, dunyodan uziladi. Oyog'ini kesib bo'lishadi, zikrni to'xtatgan keyin hushidan ketadi og'riqdan. Ana qanaqa bo'lgan odamlar. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar. Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur. Inson o'zini qalbini beparvo tashlab qo'ymasligi kerak. Bir aytishi mumkin. Alhamdulillah, musulmonman, namoz o'qiyman, aqidam to'g'ri. To'g'ri, go'zal, juda ham go'zal. Lekin qalbingchi? Qalbing tirikmi? Qalbing Allohga iqbol qilgan bo'lish kerak emasmi? Qalbing Allohga muhabbatli bo'lish kerak emasmi? Qalbingda Allohdan bo'lgan qo'rquv bilan umid bir vaqtni o'zida jamlanish kerak emasmi?
Agar qalbimizni ishiga bee'tibor bo'ladigan bo'lsak, birodarlar, hayotda bir chekkasida qolib ketamiz. Demak, musulmon odamning qalbi 3 o'rinda halovat topadi. Namozda, Qur'onda, zikrda. Uchalasidan bittasida bo'lishimiz kerak bo'ladi. Agar eshiklar biz uchun yopiq bo'lganini ko'rsak, bilaylikki, amallarimizda kamchiligimiz bor. Birodarlar, shayton odam bolasini g'aflat bilan yengib qo'yadi. Shayton odam bolasini g'ofillik bilan, g'aflat bilan yengib qo'yadi. Endi xuddi shunga o'xshagandek banda shaytonni zikr bilan yengadi. Demak, yo siz shaytonni yengasiz zikr bilan, yo u sizni yengadi g'aflat bilan. Demak, siz yo g'olibsiz, yo mag'lubsiz. Uchinchi variant yo'q. Odamlarda juda ko'pchiligi mag'lub, g'ofil. Zikr solih amallarning ruhidir. Zikrsiz solih amal mayyitdir. Ya'ni qalbingiz bilan turibsiz, iqbol qilib Allohga namozda. Yoki she'rlardan uyalganingizdan turibsiz chiqib ketgani. O'zi chiqib ketgingiz kelyapti. Demak, qalb o'lik, chiqib ketavering uni bo'ladigan bo'lsa. Ehson qilgingiz yo'q. Qalbingiz bilan emas bu. Sheringizdan hijorat olgandan beryapsiz. Demak, o'lik bu amal. Demak, birodarlar, zikrsiz, tirik qalbsiz solih amallar o'lik bo'ladi. Hozirgi kunda birovga yaxshilik qilib bo'lmaydi degan gaplarni eshitib qolamiz, ha? Hozir birovning yaxshiligini biladigan zamon emas. Eshitamiz, ha? Ehtimol o'zimizdan ham chiqib qoladi. Bilasizmi kim aytadi bu gapni? Qalbi o'lik odam aytadi. Agar insonni qalbi o'lik bo'lsa va mana shu holatida solih amal qiladigan bo'lsa, uning bu amali ko'proq odamlarni rozi qilish tarafiga oqib ketadi. Nifoqqa oqib ketadi. Riyoga, xo'ja ko'rsinga oqib ketadi. Qaytaraman. Agar insonning qalbi o'lik bo'lsa, zikr bilan tiriltirib olmagan bo'lsa, qalbi o'lik bo'lsa, g'ofil bo'lsa, shu holatda qilgan savob amallaridan odamlardan mukofotni kutishni boshlaydi. Odamlardan rahmatni, minnatdorchilik kutishni boshlaydi. Agar uni bu yaxshiligiga minnatdorchilik bildirishmasa, uni maqtashmasa, qadrlashmasa, jazavaga tushadi. Alamlanadi, minnat qiladi. Bu amal uchun maqtovni kutadi. Qilgan amalingiz uchun maqtovni kutayotganligingiz, birodar, qalbingizni o'likligiga dalolat. Tushunarlimi? Hech kim rahmat demaydi-da. Chakana ham ish qilib qo'yganingiz yo'q. Qanchadir sablab qo'ygansiz, qanchadir yordam qildingiz, hech kim nomard deydi. Rahmat